Mehmonxona uchun oddiy divanlarni sotib olishni to'xtating. Ko'pchilik juda katta G shaklidagi divan qo'yadi, lekin uning ostida chang yig'iladi va doimiy kirli joylar paydo bo'ladi. Unga yana og'ir kvadrat stol qo'shiladi, unga ham doim qoqilasan. Dekorativ televizor devori, tayyor tumba va byudjet birdan osmonga uchadi. Tozalash qiyinlashadi. Agarda uyda bolalar bo'lsa, mehmonxona har kuni betartiblikka aylanadi. Buni qanday tuzatamiz? Makonga noldan yondashamiz. Devor bo'ylab oddiy yog'och qutilar yig'amiz. Ustiga katta yumshoq yostiqlar qo'yamiz va keng qulay divanga aylanadi. Pastki qismiga g'ildirakli tortmalar joylashtiramiz. O'yinchoqlar va ilgari xonada sochilib yotgan barcha narsalar uchun. Yoniga kundalik buyumlar uchun past shkaf, dekor uchun esa ochiq polka qo'yamiz. Divan suyanchig'i baland saqlash tizimiga ulanadi. Endi hamma narsa o'z joyida. Stol ustida kerakli mayda buyumlar, o'rnatilgan rozetkalar, gadjetlarni quvvatlash uchun. Kirish qismini ham yangilaymiz. Baland shkaf mehmonxona bilan birlashtiriladi, hamma narsaga aniq joy ajratiladi. Balkonni pol darajasini